Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, yangi chegirmali narxlar bo'lsa, biz ham umra safariga borardik deganlar, xudo xolasa bugungi videomizda juda ham chiroyli skidka beramiz. Birinchi o'rinda biz aytamiz, rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays. Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan aynan mana shu joydan sizlar bizni kuzatib boryapsizlar. Bizda barchasi qonuniy hamda rasmiy amalga oshiriladi. Hisob raqamlarimizga bank orqali to'lovlarni amalga oshirishliklaring mumkin yoki da ofisimizga kelib naqd to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Va bizda shunaqa imkoniyatki, O'zbekistonning 12 ta viloyatdan qizil pasportlarni tashlab berasizlar. Xudo xolasa qolganiga mukammal umra qilib kelasizlar. Qo'shni Tojikistondan ham biz bilan bog'lanishliklaring mumkin bo'ladi. Va aziz vatandoshlar, xudo xolasa biz sharoitlarimiz standart plus, ekonom paket va standartni ham plusi. İnşallah Madina-i Munavvarada 300-400 metr, Makka-i Mukarramada 1,5 kilometr masofadagi 4 yulduzli gastitsalar, avtobus qatnovidan muammolar yo'q. Madina-i Munavvarada 2 mahal, Makka-i Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari va yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlar 14 kun sizlar bilan birgalikda hamrohligi yoki da yo'lboshchi yoki da 50 boshlarimiz birga borib birga kelishadi. Xudo xolasa ziyoratlar Madina-i Munavvarada Qubo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharifga 100% tashrif, Qur'on bosmaxonasi va undan ham tashqari aziz vatandoshlar Xurmo bog'ida ziyofat, Makka Mukarramada Muzadlifa, Jamorot, Hiro g'ori, shu qator 10 dan ortiq ziyoratlar hamda Qizil dengiz sayohati va bizda ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati. Toif shahriga, Atir zavodiga ziyoratlarni qaytayotib masjidlarda namozlarni o'qib Minqotdan ehromga kirib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar. Aynan mana shu tomonimiz bilan biz standart plus paket deya olamiz va xudo xolasa aziz yurtdoshlar, bizda sizlarga bejik beriladi, maxsus Centrum Holidays va undan tashqari sumkalarimiz taqdim etiladi aeroportda va chamzillarimiz beriladi va undan ham tashqari maxsus yostiqchalarimiz ham sizlarga taqdim etiladi. Aziz vatandoshlar, bu ketyasalaring berilsa, qaytayasalaring 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida beriladi. Bizda xudo xolasa Toshkentdan reys so'raganlarga 6-dekabr xuddi shu bugun kechqurun uchadigan reysimizga sizlar uchun $800 chegirma. Bu faqat 6-dekabr bugun uchadi va 7-dekabr Namangan Jiddiy yo'nalishdagi reysimiz $799 ertaga kechqurun 8 uchadi. Xo'p, endi 8 Namangan Jidda $950, 10 Farg'ona Madina buni narxi $950, 12 Namangan Jidda $950, 13 Farg'ona Madina, 14 Farg'ona Jidda $985. Bundan tashqari 20-20 Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz, bularning narxini sizlarga $995 dan qilib beramiz. Undan tashqari 13-chi Toshkent Madina yo'nalishidagi reysimizni $975 dan qilib beramiz. Bemalol bizga bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha